Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. 3 gampalik sanoy bitirdik. Bu yoqda qaychilari bor, qaychilar gampalik. Bu yoqda tepkilik gampligimiz bor. Bu tepkilik gamplikda bitta bosganda ikki tomonni chopadi, aylantirib bitta chopasa tayyor bo'ladi. Bunda to'ral tomon chopasizlar akalar. Ikkalasi ham 62,5 rasot bilan chiqadigan qaychilar akalar. Bu 7,5 ga 3 chopadi akalar. Bu 1,5 padion 1,5 quloq, bu 6 padion 1,5 quloq bo'ladi akalar. Bu yoqda 50 kg rasot bilan chiqadigan stanolarimiz bor. Bu 5 padion 1,5 quloq bo'ladi akalar. Bu 3 6,5 chopadi. 1,5 padion 5 padion bo'ladi akalar. Bu yoqda qaychisiz zakaz olgan stanolarimiz bor. Ko'rishlaringiz mumkin. Bu yoqda universal stanolarimiz. Kimga shunaqa stanolar kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqarasizlar, zakaz yasab beramiz akalar. Bu yoqda tilsiz do'pkalarimiz bor. Ikkalasi ham bir xil 11,5 dan chiqsa kerak. Akalar, bu stanolarimizni dastlabki xizmatlarga keladigan bo'lsa, kelishilgan holatda bo'ladi. Dastlabki xizmatlarimiz Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston ketaveradi. Akalar, kargodan berib yuboramiz, Isuzu'dan berib yuborishimiz mumkin. Taksi nomerini beramiz, gaplashib olasiz akalar. Telegram profillarimizni, Instagram profilimizni qo'yib qo'yganmiz, silkasini, YouTube kanallarimiz bor. Kanallarimiz hali yangi o'tib, obuna bo'lib qo'yinglar. Kanalimiz rivoji uchun sizlarga yangi stanolar qo'yib boramiz akalar. Bu akalar ichki delaning qaychisi. Bu yoniga planka tushadigandan, ya'ni bukiladi, yoniga planka tushadi akalar. Planka tushadigan joyi kesib beradi bu.